Xonimlar va janoblar, biz Urganch xalqaro aeroportiga yetib keldik. Avtobus masalasini ham hal qilishimiz kerak ekan. Necha yashagan biznesmen opa? 70. 70 yaşa. Dem alın, paxta chiqman. Desem, yo'q, men chiqmasam qayta uyda kasal bo'laman, paxta chiqaman deb aytdi dedi-da. Oho. Bir desa 5 kilo chiqadi bola. Tadbirkor vatan uchun, xalq uchun xizmat qiladi. Qidiga qarang, shunaqa shirin chiqyapti xudi. Zo'r. She's a deputy of Legislative Chamber of Uzbekistan. Agarda non va ukam menga ruxsat bersa, shu nonni tandirda yopaman o'zim. Kamida haftada bir marta sko'rib chaqiraman, chunki menda gipertonikman. Mukammal deputat bo'lish ham oson emas. Deputatga bahoni xalq beradi. Xo'sh, bu safar qaysi deputatimizga hamroh bo'lsak ekan deb ancha o'ylandik. Chunki palatadagi har bir xalq vakilining oddiy ish kunidan tortib, o'zlariga biriktirilgan hududlardagi saylovchilar bilan munosabatlari ham biz va siz uchun ham qiziq albatta. O'sha shablonga aylangan deputat o'zi nima ish qiladi degan savolni bugun boshqacharoq qilib qo'ymoqchimiz. Deputatning kundalik vazifasi nimalardan iborat? Xullas, xayolimdagi fikrlarim bilan ko'p vaqtingizni olish niyatim yo'q. Hammaga assalomu alaykum. Soat hozir 8:20 va biz Urganch xalqaro aeroportiga yetib keldik. Bu safargi bizning mehmonimiz UZD fraksiyasining eng faol a'zolaridan biri Barno Berdiyeva bo'ladi. Hozir ular bizdan tashqarida kutyaptilar. Bagajlarimiz samolyotning qornidan chiqib kelguncha bugun xorazmlik deputatimizni tanishtiraman. Tanishing, Berdiyeva Barno Saidnazarovna. 1974-yil Xorazm viloyati Urganch tumanida tug'ilgan. Ma'lumoti oliy, 1997-yilda Urganch davlat universitetini tamomlagan. Mutaxassisligi boshlang'ich ta'lim metodikasi va pedagogikasi. Barno Saidnazarovna ish faoliyati davomida bir qancha mas'uliyatli lavozimlarda ishlagan. Xususan, 15 yildan ortiq vaqt mobaynida Urganch shahri hamda Urganch tumani hokimlarining mas'uliyatli o'rinbosarlaridan biri sifatida faoliyat olib borgan. Xalq vakili bugungi kunda 4 ta farzandni jamiyatimizga kerakli shaxs sifatida tarbiyalab, kamolga keltirgan. Quyi palatadagi 150 ta o'rindan bittasini aynan UZD partiyasidan ko'rsatilgan nomzod sifatida egallagan. Bugungi kunda fan, ta'lim, madaniyat, sport va yoshlar masalalari bo'yicha qo'mita a'zosi. Aytgancha, ular Xorazm viloyatidagi 59-saylov okrugidan deputat bo'lib saylangan. Deputat bilan bir kunni har doim kuzatib borayotgan bo'lsangiz yaxshi bilasizki, xalq vakillari mahalliy kengash deputatlari bilan muntazam va tizimli hamkorlik olib borishadi. Bugun ham kun davomida Barno Saidnazarovnaga xorazmlik deputatlar hamrohlik qilishadi. Xullas, Xorazmdagi bir kunimizni boshladik. Xabaringiz bo'lsa kerak, yaqindagina davlatimiz rahbari tomonidan tashabbusli byudjet jarayonlarini takomillashtirish bilan bog'liq qaror e'lon qilindi. Unga ko'ra, kelasi yildan boshlab Open byudjetda yetarlicha ovoz to'play olmagan loyihalar deputatlarning o'rganishlari keyin qo'shimcha ajratiladigan mablag' evaziga g'olib bo'lishi mumkin. Bugungi dastlabki lokatsiyamiz Urganch tumanidagi Yangiobod mahallasi bo'ldi. Yangi mahalla bo'lgani uchun asfalt obodonlash ishlari hali ko'pchilik ishlar qilinishi kerak bo'lgan. Tashabbusli ovoz berish nimasida haqiqatdan ham mahalla raisi Otayib Ilhonbek boshchilik mahalla yettilik bilan birgalikda xalqni jipslashtirib bildilar, boshqa qildilar, ovoz berdilar. Lekin boshqa mahallalar ham jonbozlik ko'rsatgan hisoblanib bularniki nega o'tmay qoldi? Tushunarli, hozirda davlatimiz rahbarining qarorlari chiqdi. Shu qaror bo'yicha bugungi kunda deputatlar ham mablag' ajratildi. Har bir deputat o'zini hududida, o'zini okrugida shu open byudjetda g'olib deb topilmagan loyihalarda yordam beramiz. Ikkita loyihani ko'rib chiqib, mana deputatimiz bilan birgalikda komissiyaga kiritamiz. Komissiyada o'rganib chiqib, keyin shu loyihada yordam berishga harakat qilamiz. Birga ko'rsak bo'ladimi? Yuqorida ta'kidlaganimizdek, mahalla hududidagi ushbu yo'l ta'mirtalab. Manzilingizga yetgungacha bu yerdan o'zingizniki tugul mashinalarning ham ahvoli yomonlashadi. Aytishlaricha, oxirgi tashabbusli byudjetda loyiha 7 mingdan oshiq ovoz to'plagan, ammo g'olib bo'la olmagan. Prezidentimizning ushbu masalaga yechim bo'la oladigan qarori esa ayni muddao bo'lishganini mahalla aholisi qayta e'tirof etishdi. Davlat rahbarimizga rahmat. Tashabbusli byudjet loyihasi parlament deputatlarini saylovchi bilan yaqinlashtirish va shunday vakolatlar berildi. Xudo xolasa endi bu tarafında bir yordam bo'ladigan bo'lsa xalq ham minnatdor bo'ladi.
o'zlari ham harakat qilar edi. Yangiobod mahallasining yashovchilardan biri aytganidek, aynan ushbu asfaltga muhtoj yo'lga yaqin turuvchi xonadonlar kecha-kunduz deraza-yu eshiklarni yopib qo'yishga majbur. Aks holda uylarni chang bosib ketishi hech gap emas. Odam tanib qo'ymaydi. Aholi o'tirgan aholam ishlarni beklab qocholmaydi kunduzlar. Yozni yozat qo'ymaydi, qishni qishat qo'ymaydi. Loy oladi ber. Loy oladi. Yana qarang, ozgina mashina getir, cho'g'a qarang. Bu yerda hech qanday sharoit, shu cho'g'ani yetib uylarga kiradi. Eng asosiy muammolardan biri bu yerda hozir avtobus masalasini ham hal qilishimiz kerak ekan. Ertaga maktabga boradigan, bog'chaga boradigan, ish bilan chiqadiganlar ham shu yo'lni asfalt bo'lmagani uchun bugun avtobus ham hal qilinmagan. Mahalla hududini mashina bilan tekshirib chiqdik. Yo'llar aytilgandek o'nqir-cho'nqirlari bilan bezatilgan. Changitib haydamaslikning ham ilojisi yo'q ekan, afsus. Yangiobodliklar yo'l bilan bog'liq loyihasini kelasi yil ovoz berish uchun yana open byudjetga qo'yishmoqchi. Agar maqsad amalga oshmay qolsa, albatta deputatdan ko'mak so'rashadi. Biz esa ularning yo'li hamisha ochiq bo'lishini tilab keyingi manzilimizga shoshdik. Barno Berdiyeva aynan tadbirkorlarning partiyasidan deputat bo'lganligi uchun albatta kun tartibiga ularga ham alohida vaqt ajratish masalasini yozib qo'yganlar. Kadrdagi bu inson esa mehnatsevar tadbirkor Shokir Xudoyberganov, shuhrat medali sohibi. Bir joyi bor, men shu o'zi qonunda tadbirkorlik bor. Tadbirkor hech qachon pul uchun xizmat qilmaydi. Tadbirkor vatan uchun xizmat qiladi, shu xalq uchun xizmat qiladi. Ana shunaqa bo'lsa, shu tadbirkorni pulni o'zi quvadi. Bir necha yillardan beri tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelayotgan Shokir aka o'z mevalari bilan nafaqat O'zbekiston bozorlarini, balki jahon savdo rastalarini ham Xorazm suvlariga to'yinib o'sgan mahsulotlari bilan ta'minlamoqda. Sohasida ancha qiyinchiliklarga duch kelsa ham hammasini sabr va mehnat bilan yengib o'tayotgan tadbirkorning bugun ishlari besh. Limonariyani sovqab ketgan. Hech bir ko'chat qolmagan. Kirganda o'zim yig'laganman hattoda. Shokir aka, hamma ko'chatlar nobud bo'ldi. Ko'chatlar sovqaganda keyin mana shu qishloq xo'jaligini sug'urtalash bo'yicha qonun qabul qilinganda birinchi Shokir akaga tashlaganman. Shokir aka, qarang, bugun shunaqa bo'ldi. Bugun qonun qabul qilinyapti. Mana shu qonun bilan mana shu hatto issiqxonadagi ekinlar ham agarda zararlansa, mana shu sug'urtalanadi. Sug'urtani hatto davlat tomonidan ham to'lab berish joriy qilindi deganman. Juda ham xursand bo'lganlar. Fayz baraka Xorazm mas'uliyati cheklangan jamiyati nomi ostida ishlayotgan ushbu issiqxonalar bugun 60 ta doimiy, 50 ta mavsumiy ishchilarni o'ziga qamrab olib, eng mazali va hamyonbop mevalarni xalqimizga muntazam ravishda yetkazib kelmoqda. Xalq vakili ularning faoliyatini doimiy kuzatib borar ekanlar va yordam kerak bo'lsa hamisha tayyorligini aytib, yo'lini davom ettirdi. Xorazm bo'ylab deputatning o'rganishlari davom etadi. Biz esa na xalq vakiliga, na saylovchilarga xalaqit bergan holda ijodiy jamoamiz bilan tasvirga olish ishlarini olib boramiz. Bugun Urganch shahar hokimi Bunyod Rajabovning fuqarolarni qabul qilish kuni ekan. Urganchliklar o'zlaridagi har xil ijtimoiy, tibbiy, moddiy masalalar bilan Urganch yashovchisiga murojaat qilishmoqda. Deputatlikkacha bo'lgan davrda aynan xotin-qizlar masalalariga mas'ul bo'lgan deputatning Xorazmga kelganini eshitgan shahar hokimi xalq vakilini hamkorlikka chaqirdi. Ya'ni kelgan murojaatchilar ichida deputat bilan yuzma-yuz uchrashib, o'z masalalari bo'yicha maslahat olmoqchi bo'lganlar ham topildi. Xurshida Masharipova 4 yildan buyon ishsiz 4 ta farzandning onasi. Ro'zg'or tebratishda turmush o'rtog'iga yordam berish maqsadida ish so'rab murojaat qildilar. Ish bo'yicha chiqdim. O'zim ma'lumotim o'rta maxsus. Ish bilan kompyuter bo'yicha o'qiyman. Oldin ne deysiz? Oldin Sharkandagi Dasaf maktab nasi. Haydovchilik natish bo'yicha o'qidim. Shuda ishlar edim. Shundan keyin 2 farzandli bo'ldim. Undan keyin hozir nasimdaman, bola tarbiyasindaman. Endi bolalarim boya yetdi, bog'chaga chiqardim. Endi shu ish so'rab keldim shura. Barno opa yo'llarga xos oila tashvishlari, ya'ni ovqat, uy, ish, bola tarbiyasi bularning barchasini teng olib borish qiyinligini ta'kidlab, agar ishga qabul qilinsangiz, o'z vazifalaringizni vaqtida bajara olasizmi degan o'rinli, kerakli savolni berdilar. Shahar hokimi darhol bo'sh ish o'rinlari orasidan murojaatchining yo'nalishiga, tajribasiga mos ish o'rnini topib, ularni tezda ishga olish kerakligini ta'kidladilar. Adil kadrolov ishini ekanlar. Kadro masala o'cham ish yerlar, kotib bo'lib ish yerlar, xat hujjati yaxshimiz edi. Shuni olasiz o'zingiz hozir qaysi lozim bo'lsa,
Yigitlarla yashash bilan Bu ham kompyuter ha, xat hujjat bilan ish bilan. Bo'ldimi o'zi yana? Hozir qilasiz, murojaatingizni qabul qilmayman, qilamiz. Kattasi. Shunday qilib, Xurshida Masharipova Xorazm viloyati Toza hudud davlat muassasasi Urganch shahar filialiga ishga joylanadigan bo'ldi va deputat to xat hujjatlar rasmiylashtiriladigan bosqichgacha bo'lgan jarayonlarda murojaatchiga hamrohlik qildi. Hozir arizani ishga qabul qilish bo'yicha arizani yozdiramiz. Vaqtincha sinov muddati bilan deb turibdi. Ishni inshaalloh siz o'rganasiz. Arizalar yozildi, shartnomalar ham tuzildi. Murojaatchi opamiz esa bolasini bog'chaga qo'yadi-yu, ertadan boshlab ishni boshlashi mumkin bo'ladi. Paxta O'zbekistonning oq oltini. Aynan hozirgi mavsumda mehnatkash xalqimiz paxta yig'im-terimida jonbozlik ko'rsatishmoqda. Deputat Barno opa ham bugun paxta dalasidagi opa-akalarimga hormasini aytishim kerak dedilar-da, Rajab ota Jumanov fermer xo'jaligiga qarab yo'l oldilar. Uzoqdan ham, yaqindan ham ko'zni qamashtirib turgan paxtalarga yaqin borar ekanmiz, ona tabiatning shunchalik mehrli ekanligidan sevinib ketdik. Xorazm paxtasi bug'doyi hammoq respublikada birinchi o'rinda bo'lganimizda ham sifatli, ham hosili mo'l bo'ladi-da. Nechun desa, dehqonlarimiz qahramondan bizani. Paxta dalasiga qarab ketar ekanmiz, dala chetlaridan ham unumli foydalanib, uzum yetishtirayotgan To'raboy fermer amakimizga faqat va faqat rahmat aytdik. Oho. Bir desa 5 kilo chiqadi buni. Oh. Ishchilarni terib olib ketib qolgan des shu hasili. Shirin bo'lganmi? Xorazmni har bir mevasi shunaqa shirinda. Sho'r yerda o'sadi, lekin shirin bo'ladi. Yaproq bilan o'zg'oliga. Gap yo'q. Baribir uzilgan shu qanday shu yerda qirqiladi. Aha. Fermer amaki shu yerda hozir chiqqan uzumlarni keyin sotasizmi? Ishchilar edi, bu yerga kelgan kunga keladigan hasharchilar bo'ladi. Hasharchilar bilan terim vaqtida hammasi shu dala chetidan ishlatamiz. Ya'ni bemalol kim foydalansa ham kim u chetga qo'yilgan bu yerda qarovul yo'q, xalagan odam olib yeb ketadi. Shundan qolgani ham hali ko'p hosil. Bundan oldin ham loyihalarimizda paxta terimiga chiqqanmiz, lekin Xorazmda birinchi marta va yuqorida aytganimizdek, Xorazmning fermerlari bu qahramonlar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qarmanglar. Yaxshimisizlar? Xirmonlaringizga barakat hammangizni. Bu yilgi Xorazmning hosilini ozginagina o'zimdan hissam qo'shilsin deb men ham paxta termaga keldim yanlaringizda birgalikda. Terimchilar orasida yoshi katta onaxonlarimizni ham ko'rib sevindik. Ular shunday katta yoshlarda ham davlatimiz xirmoni to'lishiga o'zlarining beminnat hissalarini qo'shmoqdalar. Hozir fermer buvam aytdi-da, azonda dedi, xotin-qizlarni yig'nab paxtaga olib kelishin, tuymapaga siz qoling. Chiqmang bugun, dam oling, paxta chiqmang. Desam, yo'q, men chiqmasam qayta uyda kasal bo'laman, paxta chiqaman deb aytdi dedi-da. To'g'ri-ang? Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Men hozir paxtalarni ko'rib xursand bo'ldimdan, qarang, lop-lop har biri chanak. Shuni ayting, shu paxtani terming bo'ladimi? Paxtani yonına gelsang, o'zi mehrga yosibadan paxtani o'zi jalb qiladi, tortadi. Yoshligidan paxta dalalariga chiqib 100 kiloga yaqin paxta terib, tajriba to'plagan deputat Barno Saidnazarovna terimchi opalarga qo'shilib paxta terishga kirishib ketdi. Xorazm dehqonini haqiqatda qahramon desa bo'ladi. Sho'rlangan yerda mana shunday hosil yetkazish oson emas haqiqatda. Bu paxtani hozir fermerdan so'radim, qanaqa navini ekkansiz desam, matonat degan navni ekkan ekan, hali birinchi tajriba ekan. 1 tonna chigit olib kelishdi, shu 1 tonna chigitni ekkan ekan. Juda ham hosili mo'l bo'ldi deb o'zi ham xursand bo'lyapti. 60 sentnerdan topshirar ekan mana shu hosilni, paxtani hosilini. Terimchilar bilan uchrashuv jarayonida deputat eng ko'p paxta terayotgan faol ayollarimizga o'zining shaxsiy sovg'alarini topshirib, ularga katta quvonch hadya etdi. Ham sog'lig'iga, ham cho'ntagiga, ham davlatga katta plyus olib kelayotgan paxta terimidagi opa-yu akalarimizga chin yurakdan rahmat aytdik. Ularning shunday beminnat mehnati tufayli yurtimiz iqtisodiyoti mustahkamlanib bormoqda. An'anaga muvofiq bugun tushlikka qayerga borganimizni ham kadrlarimizdan payqab olishingiz qiyin emas. Dalada o'choqqa pishgan, ko'pchilik bilan yeyilgan oshning mazasini gap bilan yetkazib bera olmayman, afsus. Xorazmchasiga aytganda esa ovqat dim mazali bo'libdi.
Xorazmlik mashhur qo'shiqchi Hulkar Abdullayevaning Uch patriotim zirali bir-biridan shirali degan ashulasini eshitmagan hamyurtlarimizni topish qiyin menimcha. Aynan ushbu loyihaning tasvirga olish jarayonlari davomida haqiqiy Xorazm nonini yeb yuqoridagi ashulaning matni naqadar real ekanligiga ko'zim yetdi. Navbatdagi lokatsiyamiz bu Jingavuz mahallasi hududidagi nonvoyxona bo'ldi. 12 turdan ziyod Xorazm nonlari yapıladi. Asosan ayollarimiz uyida yapadi o'zi nonni. Payira qilamiz, droja qilamiz. Eng asosiy Xorazmda yubka non yapıladi. Bir haftagacha o'zini sifatini yo'qotmaydi. Suv ham qochmaydi, ham qotib ham qolmaydi. Qidiga qarang, shunaqa shirin chiqyapti hidi. Zo'r. Baribir ham Xorazmimizni, o'zimizni nonimiz boshqacha. O'zi oldin ayollar daftarda turib, davlatning ko'magi bilan kichkina nonvoyxona qurib, non yopib boshlagan Muqaddas Karimova bugun butun Xorazmga mashhur tadbirkor. Hozirgi kunda 100 ga yaqin ayol 12 turdagi Xorazm nonlarini respublikamiz bo'ylab yetkazib bermoqdalar. Jingavuzni patiri deb viloyatda, nafaqat viloyatda, respublikada ham Toshkentda ham aytadi hozir. Nechun desa borgandan Toshkentda. O'zim ham 2-3 marta shu narsani aytdilar. Jingavuzni patiringdan aytganing deb mahallani noni bilan respublika bo'yicha tanilib ketdi. Gapimizning isboti sifatida chexiyalik mehmon nonvoyxonaga tashrif buyurib qoldi. I'm a teacher in university. Which direction? Marketing. Marketing. Good. Like she's a deputy of Legislative Chamber of Uzbekistan. Qisqa tanishuvimizdan keyin mehmonning urganchlik hamkasbini ham savolga tutdik. Bu yerdagi non borligini siz ularga tavsiya qilganmisiz? Endi boshida o'zim tavsiya qilganman, ko'rsatganman. Shunga yoqib qolgan. Shunga endi uy yopib ketyapti-da. Chexiyaga yopib ketyapti. Bizni ovqatlar, nonlarni yaxshi ko'rib qoldi. Deputatimizning qo'lidan non yopish ham kelar ekan. O'zlari aytib o'tganidek, farzandlari Made by Barno Berdiyeva nonlarini yaxshi ko'rib yeyishar ekan. Shaxsan men ko'pincha nonni o'zim yopaman. Nimaga deganda farzandlarim o'zim yopgan nonimni xush ko'rib yeyishadi. Endi Toshkentga ketmoqchi bo'lsam ham Xorazm nonlaridan olib ketaman. Nimaga deganda bizda Xorazmda yubka nonlar yoyiladi, pishiriladi, yopiladi. Mana hozir o'zingiz ham ko'rib tursiz, bu patir bo'lsam yubka yoyiladi. Nimaga deganda men shu bir haftagacha tursam, bir haftagacha nonni sifati yo'qolmaydi. Qotmaydi, suv ham qotmaydi. Nimaga deganda sutga qilinadi bizda nonlar, asosan sutga qilinadi hamda men shu drojaga yoki poyir qilib qilinadi-da. Agarda nonvoy ukam menga ruxsat bersa, shu nonni tandirda yopaman o'zim. Xushray bo'lib chiqqan patirdan Xorazmchasiga o'shatdik-ku, kichik, ammo katta mas'uliyatdagi tadbirkorimizga kelgusi ishlarda muvaffaqiyatlar tiladik. Deputatimizga bundan 1-2 hafta oldin Xonqa tumanidagi Zinaxos mahallasidan yo'l masalasida murojaat kelib tushgan. Bu narsa, bu yo'lni biz hokimning oldiga chiqdik, viloyat hokimining oldiga. 64-65 yillarda shundan keyin remont qilinmagan. Iltimos shuni remont dasturachiriz remont qilib bering. Asfalt qilib bering desak, xo'p dedi, yo'q demadi. Rahmat u kishiga. Obodorga buyruq berdi. Shuni qilib berasizlar deb. Ana obodor ishni boshladi. Gap yo'q, a'lo hammasi. Lekin faqat bir joyi bor. Bir joyi ozgina cho'zilib turibdi. Ana shu cho'zilganni tezlashtirsa, yana bularni hali quruvchilardan so'rab ko'rsak, shu pul muammosi bor o'xshaydi. Ana shu pul berilmayapti degan gapni aytyaptilar. Kamida haftada bir marta sko'rib chaqiraman, chunki menda gipertonikman. Davlenam bo'lgani uchun men chaqiraman. Mahalla faolining gapidan tushunganingizdek, yo'l qurilishining oxirgi bosqichi qolgan. Ammo mas'ullar moliyaviy muammolarni vaj qilib jarayonni cho'zishmoqda. Tasvirlarda ko'rib turganingizdek, avtotransportlarning qatnovi qiyinlashgan. Xullas, shunaqa muammolar. Ammo bizning va'da uchun emas, natija uchun harakat qiladigan vakilimiz darhol holatni nazoratga olib, O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vaziriga deputatlik so'rov jo'natibdi. Ko'ramiz, vazirlik yo'l bilan bog'liq masalani necha kunda va qanday hal qilib berar ekan. Barnoma mana siz sababli o'sha Xivardaga keldik. Bu televizor orqali aynan prezidentimiz ochilish marosimida qatnashganda ko'rib rosa kelganda, o'zi Xorazmga birinchi marta kelishim. Endi shu paytdan foydalanib sizga savollar tayyorlab kelganman, shularni bersam. Oldin ijroda ishlagansiz, 17 yil davomida aynan bitta sohada ishlagansiz, ijro organida va hozirda siz Qonunchilik palatasida, ya'ni qonun ijodkorligi jarayonida faol ishtirok etayotgan deputatlardan birisiz. Ijrodan birdaniga o'sha qonun ijodkorligiga o'tish qaysi birida mas'uliyat ko'proq yoki qiyinchilik ko'proq? Shaxsan ham bilasizmi,
ikkala tizimda ham o'ziga yarasha mas'uliyat bor. Birini oson, birini qiyin demayman. Ijrodan ham, qonunchilik palatasida ham mas'uliyat bilan, xalq dardi bilan, xalq tashvishi bilan yashash kerak bo'ladi. Shundagina mana shu xalqchil qonunlar qabul qilinadi hamda mana shu ijroda, men o'zim ijroda bo'lgansiz dedingiz, ijrodagi mana shu qonun qabul qilinayotgan paytimizda mana shu pastda ijroda qanaqa qilib bajariladi? Ijro qilayotgan tizimda qiyinchilikka uchramaydimi? Mana qonun qabul qilgan qonunimiz ijroda bajarilishiga ham qarashimiz kerakda. Hozir o'sha qonun ijodkorligi jarayonida ham, ijroda ham aynan xalq dardi bilan, xorazmliklarning dardi bilan yashab kelayotgan insonsiz, mas'ulsiz va bugungi kunda Xorazm xalqini, xorazmlik saylovchilaringizni nima qiynayapti ko'proq? Bilasiz, endi Xorazm o'zi ekologik oxir zona hisoblanadi, lekin mana hozir ko'rdingiz, Xorazm ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish bo'yicha eng oldingi qatorlarda boryapti. Menimcha bugun xalqni qiynaydigan muammolarni rahbariyat to'g'ri qabul qilib, to'g'ri vaqtida yechim topyapti. Barnoba, navbatdagi savolim, mukammal deputat deganda ko'z oldingizga qanday tushuncha keladi va bu obrazga siz qanchalik yaqinsiz? Shahzodaxon, menimcha mukammallik degan tushuncha juda ham katta tushuncha. Mukammal insonni o'zi bo'lmaydi. Menimcha mukammal deputat bo'lish ham oson emas. Deputatga bahoni xalq beradi. Xalqni bahosiga qarab bizlar baholanamiz. Yaxshi. Qorong'ida o'tib ketaylikmi? Yo'q, o'tala qolinglar, qorong'ida. Hech kim qolmaydi. Ko'pincha xalq deputatni faqat yordam beruvchi inson sifatida biladi. Siz aynan o'zingizni saylovchilaringiz bilan qanday munosabat o'rgatgansiz? O'rnatgansiz demoqchi edim. Qanday munosabat o'rnatgansiz? Qanday munosabat o'rnatgansiz? Mana gohida shu bir so'z nima bo'lib qolaman. Ko'pincha xalq deputatni yordam beruvchi inson sifatida ko'z oldiga keltiradi. Masalan, hududga chiqqan paytimizda ham o'zingiz ko'ryapsiz, saylovchilar faqat muammo aytib kelishadi deputatga. Siz o'zingizning saylovchilaringiz bilan qanday munosabat o'rnatgansiz? Ya'ni maslahat oluvchimi yoki maslahat beruvchi, yo'nalish beruvchi inson sifatidami? Muammo ham xalqning ichida, yechim ham xalqning ichida. Ular o'zi yechimni ham ko'rsatib qo'yishadi. Faqat bizning vazifamiz mexanizmni to'g'ri topishda. Mexanizmni to'g'ri topib, o'sha muammoga yechim topishda to'g'ri yo'nalish topa olsak bo'lgan. Shu paytda biz xalqning ishonchini ham oqlagan bo'lamiz hamda muammoga ham to'g'ri yechim topa olamiz. Barno opa Berdiyeva Xorazmning jaydari ayoli. Gapida ham, yurishida ham sun'iylik yo'q. Ochiq ko'ngil, xalqning ichidan chiqqan odam. U har doim odamlarning dardini tinglab, qo'lidan kelgancha yordam beradi. Shuning uchun ham xorazmliklar uni juda hurmat qilishadi. Bu so'zlarim balandparvoz ta'riflardan ancha yiroq. Men opaga bir kun hamrohlik qilib, siz esa loyihamizni ko'rib, bunga o'zingiz amin bo'lgan bo'lsangiz kerak. Deputat bilan bir kun loyihasining Xorazm viloyatidan tayyorlangan maxsus soni o'z nihoyasiga yetdi va siz xalq vakili Barno Berdiyevaning hududdagi bir kuni qanday o'tadi degan savolga loyihamiz orqali javob oldingiz deb o'ylaymiz. Menimcha ko'rsatuvim zo'r bo'ldi va haz etib ko'rishni tavsiya qilamiz. Keyingi safar sizning hududingizda ko'rishguncha salomat bo'ling.